Qilmaydi. Zino qilmay, kayfma, o'g'irlikma, yolg'on gapirma, aldama, birovning dilini olma. Pokiza yur, to'g'ri yur. Islom shu. Do'ppishing kelyaptimi? Ha, kiy. Kiyging kelmayapti? Ha, kiyma. Bo'ldi, shu, tamom. Chachingni tarab, chiroyli qilib yur. Namozdagi namozni mazhabda do'ppi kiyish kerak. Do'ppi kiyib namozingni o'qib, salom berganda yechib ketaver. Bo'ldi, tamom. Qana kiyiming kelyapti. Ipak kiyimi, tillo taqma. Erkak kiysa mumkin emas. Keyin tor kiyimi. Tor kiysa meditsinada organizmga zarar, uyat. Ba'zan qaraganda erkak kishi albatta ish ko'rinib tursa uyat. Kichik kengroq kiy, lip o'ynasa, kassishmi kiy, spatikami kiy, futbolgami kiy. Kachat saqil, trenirovka qil. Yer yong'oqqa o'xshab bo'linib ketgin. Nokka o'xshab qonning kinligingga tushib turmasin. Nakachingni bo'l. Sport bilan shug'ullan. Chunki musulmonda jismonan, aqlan, iymonan, ruhan baquvvat bo'lishi vojib. Ruhan haligi duxi balandlik, musulmon shuna bo'ladi. Musulmon tupoy bo'lmaydi. Musulmon birovga qaram boqimanda bo'lmaydi. Lattavosh bo'lmaydi. Og'zini ochib, so'lagini og'zib turmaydi. Kiyim kiydingmi chotga tursin. Musulmonlar cherqilib yuradi. Pokiza yuradi. Din payg'ambar aytganlar. Bunga din ala nadofati, din tozalik ustiga qurilgan. Din bu tozalik, din bu kultura, din bu estetika, din bu etika. Din tozalikda tartib intizom. Din bu gigiyena. Tirnog'ingni ol, qo'lingni yuv, mo'ylovingni kaldala, tishingni yuv, cho'mil, albatingni tozala, atir sep, og'zingdan, qo'lingni ostidan, oyog'ingdan hid kelmasin. Cho'kka yur, mashinaga o'tirganda sasimasin. Yotag'ing, chachig'ing, xoning, to'shaging sasimasin. Toza yur, pokiza yur, uyda hammom bo'lsin. Xotinlar qiynalmasligi uchun oshxonani zo'r qilib ber. Mana din. Kirboshini olib ber. Mana din. Hozir 21-asrda shunaqangi bir rivojlangan bir davrda kelinimiz, qizimiz, xotinimiz o'tirib qiynalib jonda kir yuvishi erkaklar uchun pozor o'xshaydi. Bu biz aytganlik o'lgandan keyin ehson qilishni o'rniga uyga kirmoshini olib beraylik. Oshxonani o'rnab beraylik. Hammom qurib beraylik. Sharoitni zo'r qilib beraylik. Shampun olib bersa zo'rini olib beraylik. Chachi to'kilmasligi uchun, bizga o'sha ayolimiz chiroyli ko'rinishi uchun shampunni zo'rini olib beraylik. Hali mo'yishlar ishlatadigan 17 mingga shampun olib bermaydi. Sigaret nosi tashlasak o'sha 150-200 minglik shampunni olib beramiz. 300 ming, 400 minglik kremni olib beramiz betiga. Tiniq turadi bizga. Ha bugun vitaminlarni zo'r yemasa, uyda kaloriyani zo'r yemasa, uyda kiyimgani sharoitimiz qo'li nima bo'ladi? Parashyut ushlagan qo'l. Sitiladi, qattiq bo'ladi, xunuk bo'ladi. Erini betini silasa yoqadimi o'sha qo'l? Zo'r atiri bo'lmasa, cho'milgani hammom bo'lmasa, yomon hid bilan kelgan ayol eriga yoqadimi yoki yomon hid bilan kelgan xotiniga yoqadimi? Islom shu, xotin bir-biriga o'zini chiroyli yasantirish, bir-biriga chiroyli hid bilan bir-birining oldiga kelish. O begona ayol emas, o'zimiz xotin uchun biz yasanishimiz kerak. Xotinlarimiz biz uchun yasanish kerak. O'ziga qarash kerak. Ha, din shu, cho'mil, chiyu, qo'lingu, hojatga suv olib kirib yuv, hammom, usti-bosh tozaligi kultura bu islom. Bizda zo'r kiyinadigan odam bo'lmas kerak planetada, dunyoda. Biz eng akkurat odam biz musulmonlar bo'lishimiz kerak. Ha, bugun musulmonni uyiga kiring, to'shagini ko'ring, dasturxonni ko'ring, ishlatayotgan chachig'ini yidab ko'ring. Oshxonaga kiring. O'nab qo'ygan bo'lsa, xo'p, gap yo'q. Lekin musulmonni juda ko'p oshxonasiga kirsangiz, vahshiy, rasvo, oboxonaga ovqat yeydigan joy bu joy. Ovqat qiladigan joy bu joy.